Kylian Mbappe'dan ajoyib hat-trik, ammo men mana shu futbolchini ham maqtab o'tmoqchiman. Avvalambor albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa hozirgina yakunlangan Real Madrid o'yini haqida gaplashamiz. Real Sociedadga qarshi o'yinda jamoamiz ajoyib tarzda g'alaba qozondi. Va u yerda fransuz futbolchi 3 ta gol urdi. Undan tashqari Vinicius ham gol urdi. Ammo shaxsan men Jude Bellingham haqida gapirib o'tmoqchiman. Sizlarda bor o'tgan mavsum u jarohatlar tufayli endi Real kelgandek o'ynamayotgan edi. Ammo Jose jamoaga qaytganidan keyin uni o'zining eski pozitsiyasiga qaytarib, uni Carlo Ancelotti qanday ishlatgan bo'lsa, shunday ishlatyapti. Va shuning uchun ham u bu o'yinda 2 ta assist berdi. Maydonda esa eng yaxshi o'yinchilardan biri hisoblandi. Qisqacha do'stlar, Jose Mourinho uni yana bir bor o'z prime davriga qaytaradi. Agar siz ham bunga ishonadigan bo'lsangiz, bitta like bosib keting. Sizga esa tez orada o'yinning to'liq obzorini Telegram kanalimizga qo'yib beramiz. Shuning uchun kirib qo'yishingizni ham tavsiya qilaman. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu mavsum kim ko'proq gol uradi? Viniciusmi yoki Judmi? Izohlarda yozib keting.